Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bugun 23-aprel 2024-yil. Namangan shahardamiz. 90 euro 20lik avtobusimizni o'qiyamiz akamiz xonadoniga 4 dona qo'yib beryapmiz. Mana bu joyda qopqoqlari. Askarlar jarayonlaridan video qilamiz. Tushirib Avvalgi akalar, nomerlar qo'yib qo'yamiz, kimga qiziq bo'lsa, aloqa chiqib ko'rasizlar. Hammom hojatxona, oshxona quvurlar uchun. Inshaalloh yilda xizmatdamiz. 24-aprel 2024-yil. Xudo xolasa ishlamiz davom etyapti. Chorsuvdamiz bugun Namangan shahar Chorsuvda. Aktiv degan joyda. Akamiz xonadoniga 3 dona, do'stim kablayotgan joyga 2 ta. Hammomiga bunisi, oshxonaga bunisi. Mana qaydan turbalar chiqar ekan. Men tashqarisi qo'yar ekan keyin. Videolarimiz manfaatli bo'lib, yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Do'stlarga padlisa qilib qo'yinglar. Inshaalloh nomerlar qo'yib qo'yamiz, endi xizmatdamiz. Tayyor kablanib tushirilgandi. Ko'ringlar. 3 ta qo'yildi bunisiga. Ko'rlarni istayman to'rttalikka. Tushirib, xudo xolasa tushirib video qilamiz. Bilaman Namangan shahrida ishimiz tugadi, xudo xolasa. Videoga zakasiga qarab, bu yeri tag yumshoq chiqib qoldi, shuni hisobiga toshlar tashalyapti. Qo'llarni yoqib qo'yamiz.